Hop, 1 yil oldin Sokilga tunga o'qib ketganmiz. Mana qanaqa holatda turibdi Sokilda mana. Juda ham go'zal holatda turibdi. Hozir xonadon egasi shu Sokilimizdan ko'cha tomonga qildilar dedi. Hozir ko'cha tomonga qo'shnisi bilan birga qildirishmoqchi. Jam bo'lib 50-60 metr joyimizga tungi xizmatlari bo'ladi. Mana bu joylarimiz polnosti o yerdan boshlanib oxirigacha Sokillari tungi qilib beriladi. Xo'p, akalar, biz marhamatdamiz. Bu yerimizga uy ichilarini tunga qo'yib ketgan edik. Bu yerda uzunligi 27 metr joyimizni Sokil qismini tunga qo'yib berishimiz kerak ekan. Keyin mana bu telefonni oldin qilgan ekan, biz qilmaganmiz bu telefonni. Keyin mana bu joyi qolib ketgan ekan. Shuni ham bir yo'l kandiz qatirib beringlar deyapti. Uydagilarni bir yo'l shuni kelganda kandizlarni qatirib ketamiz hamda nari tomonda qo'shnisini uyi bor ekan, 24 metrlik. U yerda ham Sokilda telefon bo'ladigan bo'lyapti. Jami bo'lib bir 50-60 metr joyimiz, Sokilimiz telefon bilan chiroyli qilib berilyapti. Kimga mana shunaqa telefon xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Oqqa mokriy rangda bo'lyapti. Mokriy rangda kasetalar bo'ladi. Oq rangda palasalari bo'ladi do'stlar. Iloji bo'lsa sizlarga qanaqa bo'lishini ko'rsatib o'tib ketamiz. Uy ichlarini, Sokillarni ham qilib berganmiz qadrdonlar. Rahmat, sog' bo'linglar.